Repetitorga qatnaganimizda avtobusda shunaqa holat bo'lardi. Haligina avtobuslar bor, sari otoyo'l bor, 700 bitta odam sig'adigan, shopiri mariga durra tashab olib yuradigan tog'a bo'ladi. U tanaqa avtobusga haligina qopalar chiqardi. Yoshlar joy ham bermay qo'ygan, insof qolmagan deyorlardi. Opa teyting, nima baqir-chaqir qilyapsiz? Biz ham yirtib qo'yarmaymiz, biz ham kutib o'tirdik. Mana shuni bitta kulsa 22 ta tillatish ko'rinadi. Topib tillatishingizni o'ziga bitta avtobuslarni nima qilyapsiz? Avtobus kibrni sindirish uchun chiqdingizmi? Jonob, men oshnam qarang, 3-sinfda kiygan uzun jotufligini haligacha kiyib yuribdi, insof qilsangiz-chi. Biz ham kutib o'tirdik. 4 ta avtobus o'tkazardik joy yo'ligi uchun. Mana oshnam 1,5 soat telefonini zaryadga olib, yeriga qarab, uzun tupurgisini tomosha qilib o'tirdi. Yo'q-da, hammasi og'riyotgan bo'ladi. Tishimda grijam bor, tomog'imda gemoroyim bor deyapman. Menga ham farqi yo'q. Mana oshnam ham xullas bo'yda o'pgan, yo'q, bosh qorong'i deyapman. Hali oshnam desa, yetib olaylik yaqin o'zimizga. Bo'p deb turasiz, derazani ochib qo'ymaydi, bolam og'rib qoladi. Bitta aka ketadi og'zidan, bunday qilib. Akadan eshak so'yib berganmi deysiz-da, aka, bu keling hech narsani tushunmay ketish o'ynaymiz uzoqqa, aka. Tuz-puz deb olmasiz.